ketyapti. Kattagina ekan grijer. Mana bu holatda qarab turibmiz. Osmonga qarab yotib turibsiz. Mana bu ko'ndalang kesib bergan. Mana bunaqa bo'shliq bo'ladi. Umurtqa kanali shuning ichida mana bu orqa miya joylashgan bo'ladi. Bu 3 va 4 bel umurtqasi. Mana bu bo'shliq. Mana bu orqa miya. Mana bu har bitta nerv ildizlari oyoqqa ketadigan. Endi pastga tushamiz grija chiqqan joydan. 4-5 ta grija chiqqan. Kanal ichiga oqib tushgan. Qarang, mana yumaloq bo'lib, bu orqa miya emas, grija. Pastga oqib tushgan mana bunaqasiga. Miya mana bu joyda siqib turibdi. Ko'proq o'ng tomonga joylashgani uchun o'ng oyog'i kuchliroq. Chapda ham bormi, yo'qmi? Chunki o'ng tomonga ko'proq migratsiya qilgan, chap tomon ochiq, lekin bu yoqda ham shu kompressiya bordi. Lechение yo'qda, tashlash kerak.